Mujik sajda qilmaydi. Propuskat qiladi faqat. Faqat propuskat ko'radi. Tamom. Aka, indamay turing. Shahob Samiraga yozildi. U tema qo'shilmay turing. Shahob meni adashmasam Kottonning oldinda o'tirgan paytimiz mashinaning ichida gaplashtirgansan, shu tema urush bo'layotgan payt, bilasana? Uy olingan tema. Kamol aka bilan ham gaplashtirganman. Endi eslading-a o'sha paytda. O'shanda tema ular menga tuhmat qilishgandan boshlangan, o'tta joyda Mutalagan bilan tortishib qolganman. Ular Mutalagan tarafini olib chiqqan. O'sha paytda Gostiga 8 kishi bo'lib meni so'kishgan. Bir o'zim Mutalaka bilan Ilhom akani o'zini so'kkanman-da. O'shandan keyin g'iji bo'lgan odamlar bilan urushganman, sen bilan WhatsAppda gaplashtirgansan. Bironta joyda shu Samarqand yoki paloncha yotganimni sen eshitganmisan? Shahob, tema nima bo'lgan o'sha vaqt? Yo, agar shunaqa bo'lganda sen hech kim padesha qilmasdi-ku, misol. Bir marta 2019-2018-yil payti vodiydan bir kun tani deb gapirgan paytim, o'shani video chiqib ketib Sulton tema qilgan payti hammadan chiqib turib, men 2019-yilning aytyapman. Kechirim so'raganman, u tema yopilgan. Hozir bu aka aytayotgan tema boshqa tema bo'lgan. Birat menga tuhmat qilyapti, Samarqandni so'kding deyapti. Men tuhmat qilganim yo'q. Samarqandlarni So'x aka. Eshitasizmi akajon? Men o'z sizga kelsamda, aka siz faloncha bizning shahrimizni so'kdingiz desam, trebitda telefon qiling desam sizga. Siz ishonaverasizmi aka? Har gapga? Shahob, men seni o'zim sen bilan aloqamiz bor-ku, men o'zim sen WhatsAppga men shunday saytni qilaman, gapini eshitdi. Gapdan emas, aka amalda kursning mana videosi tamom, mana shuni degansan-ku, mana men kurs deyapman, oddiy bitta so'kkanlaringni mana tamom oddiy bitta so'kkanlaringni keltirib beraman mana. Mana buni keltiring tamom aka, bo'ldi, nima kerak gapir? Hamma aytib-ku, men senga shunday Do'stlar, bunday so'kishimni Nega so'kding sen Sardorni? Gapni eshit. Men shunday olib Sen Sardorni nega so'kding? Men seni so'kkan bo'lsam, Sardorni nega so'kding sen? Boshdan eshitani. Ey, onadan ketma deyapman. Pidarras, onangni so'kgani. Onangni nomiga so'kasan, men seni so'ksam, Sardor burchon betdi. Onangni eshitsizsan, chortni bilan. Appingga qottag'am seni xuytochalar. Men seni so'kdim, men so'kmaysan. O'tirga Sardor so'kasan, onangni sikish xuyilo bilan. La deysan deyman. Mana hozir ko'rsatdingiz Sardorni, Atmirganov Sardorga so'kkanini. Kimdirlar bilan o'sha payt tema bo'lib urushilgan bo'lsa, mana aytib o'tiribdi. Tema yopilib ketgan. Hamma salom alaykum, yaxshi, hech kimdan ro'za kuni bir-birimiz bilan yarashilgan, hech kimga adovat yo'q. Urmasa, hamma o'zi yo'ldan ketgan deyilyapti. Siz u temada bo'lmagansiz, siz ustida bo'lmagansiz. O'tda nimalar o'tib ketdi? 3 yildan beri 2 yil nimalar bo'ldi o'rtamizda? Siz hech narsadan xabari bo'lmasdan chiqib turib, siz temaga aralashib, meni onamdan ketib qo'yapsiz. Sizni qilganingiz noto'g'ri ekan. Men hamma narsani Noto'g'risiz, Zo'x aka, noto'g'risiz, rostdan ham noto'g'risiz. Qanday noto'g'riman? Hozir yanimga ham aytdim, noto'g'ri. Men so'kaman oldinda. Qanday men qarab turaman? Men qanday turaman? Vo'g'a, bu aytmagan axir videosi yo'q aka, biz doказательство, uni qilib bo'lmaydi hech qachon dokazat. Video kerak emas, men o'sha odam bilan gaplashgan gapni shuni aka, bitta narsa, hamma joyda. Голосовой доказание bo'ladi, голосовой, shundoq, buni ovozi kerak, Sikaman palonchini degan ovozi kerak. Boshqa narsa o'tmaydi, tamom. Agarda men bundoq cho'rning yoniga bo'lsangiz ham dokazat qil deydi. Aytgan u bo'lmaydi aytgani. Aytgan bo'lmaydi, begona guvoh kerak, begona. Siz Samarqandlik. Begona guvoh kerak. Bitta Namanganlik odam topib keling, u guvohlik bersin. Hozir men zik bilan aytib, hozir o'shani men aytib beraman, dokazat qilib beraman deb. qarang, zik bilan Buni qilib bo'lmaydi, Zo'x aka emas ketma. Mujik odam sajda o'qimaydi birinchidan. Buni qilib bo'lmaydi hech qachon. Agar yozmay bir minut. Men zik bilan urushib qolganman, sizga kelyapman-da, do'stim deyapman. Zik Samarqandni so'kdi, yo Palonchani, yo Pistoncha butun O'zbekistonni so'kdi deyapman. Misol aka, siz o'sha narsani mendan eshityapsiz, lekin doказательство bo'lmasa, zikni bo'yniga qanday qo'yib berasiz? Men zikka dushmanman. Na prinsip aytaman, Samarqandni so'kdi deyman, O'zbekistonni so'kdi deyman. Aka, siz dunyoqarashni kengaytiring. Nechta bitta kuntalar O'zbekistonni so'kyapti. Nechta bitta gandollar batilga chiqib olib 30 ming 40 ming odam ichida O'zbekni sart deyapti. Qani edi o'sha payt sizning hujuringiz? Nima yo'q edi o'sha payt sizning hujuringiz aka?
Qazog'lar o'zbekni sart deyapti. 30 ming odamni ichida. Mayli, uni qo'y, uni qo'y. So'rab olmayapsizlar. Ben senga aytyapman, mana bitta. Seni Hop. ro'pirliklar bitta telefonda hech bo'lmasa sen boshqa joyda ko'r. Sen bilan gaplashayotgan odam emasman, oxirgi gapim. Qandaydir nimadir bo'lsa, yana profilingizga joylab qo'ying, men emas, xalq ko'rsin. Isbot dalil bilan gapiring. Men non Mana bu narsa kerak emas. Mana ishi telefonda shunday saydini qilaman, uchovimiz gaplashamiz yo Mana shunday. Men gaplashmayman. O'sha tema bo'layotgan bo'lsa, bo'ldi, dakazat tirs profilingizga joylang. Bo'ldi, ko'raylik. Undan keyin gaplashadi ana. Lama Qo'ying. aytgan, sen aytgan gapingga o'sha kimga gapirgan bo'lsang shunday. Telefonda shunday. Qo'ying, profilga qo'ying. Unaqa ko'ring, bo'lmagan. Ha bo'lmagan bo'lsa nima qilibsan? Просто telefonda bitta gaplash bo'ldi. Men telefonda o'zi hech kim bilan gaplashmayman. Qanday tushundingiz aka? Men telefonda o'zi hech kim bilan gaplashmayman. Men saydini qilaman, men shunday gaplashamiz, shunday 3 kishi 4 kishi shunday. Mana nima bo'ldi? Uni qarada. Zek tog'a bitta narsa aytaman. Siz tushunasiz. Zek tog'a, siz tushunasiz. Hozir pastdan bitta misol uchun Shahzodmi yo Baxtiyormi degani Samarqandni faloncha qilay deb yozsa, hech kim indamaydi. Bitta taniqli inson bitta gapni tilidan ushlab olsa, o'shanga napredeniya bo'lyapti hozir. Zamon shunaqa bo'lib qoldi. Bitta hozir aytibman, bitta korotkий qilib tushuntirdim. Mujikmisiz deb so'radim. Ha dedi. Mujik jajda qilmaydi, abijinni odam jajda qiladi. Bitta gap. Jajdam yo'q meni deng, bo'ldi shu. Ben noto'g'ri so'kibman seni. Jajdam yo'q meni. Men mujikman, tamomlang. Mujik jajda qilmaydi, abijinni odam jajda o'tkazib yuradi. Qachonki abijatsa qilsa birovdan, umuman hayotdan xafa odam jajda bo'ladi, jajda o'tkaziladi. Yana tushuntirayman Zohir aka. Meni butun dunyo kuzatayotgan odamman. Butun Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston aka efirimda butun dunyoning odami o'tiradi 20 ming, 30 ming. Men unga qiziqmayman. Agar sizda gapingiz qarang, gapimni eshitingda, qarang, gapingizni eshiting, keyin gapiring aka. Eshiting bu. Xo'p, eshiting, xo'p, mayli, nimangiz bo'lsa aka. Nimangiz bo'lsa, brata, eshiting. Agar shunaqa guring shu vaqtgacha bo'lganda, mana kuzatuvchilar hozir pastdan yozadi, Sardor ko'p. Sen mana shunaqa qilgansan deychidi. Aka, unaqa guring bo'lmagan. Siz havodan olib gapiryapsiz unaqa gapni. Men senga aytibman, bitta kelman. Saydini qilaman. Men saydini bilan urushganman deyapman. U 3 yil oldin bo'lgan deyapman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar hozir aka-ukadek bo'lib hamma o'z yo'lidan ketgan deyapman. Yana tushunmasdan yana shu temani gapiryapsiz, bratan. Bu bo'lmayapti, haligacha bo'lgani yo'q bu narsa. Mana Zafar bilan bo'lgan, siz o'tda bo'lmagansiz, Zohir aka, bo'lmagansiz o'tda. Men saydini qilaman, bitta saydini qilay, bitta. Qanday saydini qilmang, ular bilan gaplashing. Nima bo'lgandi, ulardan so'rang. Bu nima qiladi o'tda, bo'lmagan narsa. Zek tog'a agar meni moshina Siz hozir krayni odamsiz, krayni. Kraynis yo'q o'tda, yo'q. Men qanday? Sen Zek qanday? Krayni bo'lganingiz sababini tushuntiraman, eshiting. Krayni bo'lganingiz sababini tushuntiraman. O'sha temada yo'qmisiz? Qanday? Yo'q, men Samarqandda Quloqingiz bilan eshitdingizmi? Quloq bilan eshitdingizmi? Men kecha ham gaplashdim. Zo'q aka, quloqingiz bilan eshitdingizmi? Zek, mana hozir saydini qilaman, kerak bo'lsa sani. Bu kerak emas, to'xtab turing. Sani hozir quloq bilan eshitdingizmi? Quloqingiz bilan eshitdingizmi? Ko'z bilan ko'rdingizmi? Men eshitib o'tiribman, bular bilan gaplashyapman, hammasi aytibdi, shunday. Yo'q, ular aytganini aytmang. Siz bularni janjalida. To'xtang, eshiting. Bularni janjalida. Achidivis bo'lganmiz, achidivis bo'lganmiz bular janjalida. Sen mana eshitib. Bitta narsa hozir siz jajdan bor deyapsiz. Krutoy bo'lyapsiz, so'rab olaman deyapsiz. Achidivis bo'lganmisiz janjalga? Achidivis. Bo'lganmisiz janjalga? O'shani ko'zingiz bilan ko'rganmisiz? O'shani achidivis bo'lganmisiz? Guvoh bo'lganmisiz? Guvoh bo'lganmisiz? Guvoh. Zakazat qilib beraman shungacha ko'rinsa hozir siz onasini so'kyapsiz aka, birinchi bunga javob beringiz. Beraman shu narsani. Zakazat qilish uchun siz guvoh bo'lishingiz kerak aka, u janjalda qatnashgan bo'lishingiz kerak. Men senga zakazat qilib beraman shu narsani deyapman. Guvoh ham bor. Buni qilib bo'lmaydi, siz guvohlik bera olmaysiz, потому что siz o'tda bo'lmagansiz, brat. Hech qayerda pravda ketmaydi siz tomonga.
Sizga noto'g'ri ketadi. Sen bo'lmagansan Zoha, sen bo'lmagansan deylar. Ты здесь не прав, ты не был, ты не был, ты не в курсе, ты не был, ты не в курсе degan gap bo'ladi aka. Ne kursi bo'lib turib, mani quloqda mana menga Sama bu hech Samarqandlar qarab bunaqa aka, siz bitta Samarqandda bitta siz emasku, agarda unaqa gap bo'lganda bu kecha ketdi bu Dubayga. Shungacha 2 yildan beri uyda, unaqa gap bo'lganda uyigacha borish qiyin emasku. Eshigini oldida yuribdi. Samarqandga kelyapti, Registonda o'tiryapti, restoranda o'tiryapti. Nechta Samarqandda kurto'y bola bor. Просто tak qolib ketmasdi. Bo'lmagani uchun, mana işte bo'lmagani uchun aka. Buni bilaman, men buni hammasini bilaman. Hammasini bilaman buni. Zik qara, men Xo'p, ko'paytirib tushganmasin bu siz aka. O'sha Zafar akani o'zini amakivachchasimi qandaydir qarindoshchiligi bo'ladi. Zafar degan yana bitta bir Samarqandda bir akaxon bor, yoshlari katta. Hozir bormi, kiradimi TikTokka kirmadim bilmayman. Fedya akani ham tanisa kerak mana Shahobilla. Fedya buni ot boqayotgan aka. Otlar bilan boya videolar qilayotgan, birat. Ashular bilan o'tirib, o'sha kurukka Zafar 571. o'sha yerda mehmon bo'lib, non tuzib kelgan bolaman. O'zi Istanbul tog'a kelgan payt Samarqandda kutib olib turib mehmon bo'lgan. Unaqa ko'ring hech qachon bo'lmagan. Bu birat birinchidan ustida ko'rmagan. Agar bu birat tanib turib o'sha payt shu temada tortishib, hozirgacha ishimiz chigal bo'lib, bu birat o'sha temalarda yillar mobaynida urishilgan joyda bitta og'iz shu birat aralashgan joyi bo'lganda, bu hozir kelib turib meni o'zidan o'zi onamdan so'ksa xafa bo'lmaydim. Ana shu tema bor-ku. Sen Samarqandga bor. Bu akani vobshe tanimayman. Birinchi sen Samarqandga borgan paytingda bor-ku, jimjimakon shunday borgan, sen shunday kelgansan. Agar seni bu yerda o'tirganman, Istanbul tog'larida 2 kun o'shada qolganman, 2 kun. Agar sen o'sha kun bo'lgan paytingda sen u yerda normali yurmasding. Mana. Javob. Men senga aytaman. Ben senga aytaman. Biz buni takazat qilamiz sizga mana konkretni aytaman aka, siz ochig'ingiz bo'lmagansiz, guvoh bo'lmagansiz. Nagavarit qilyapsiz hozir, siz noto'g'ri so'kkasiz bunga, noto'g'risiz hozir. Tushirvar bo'ldi, zik tortishayotmaylik. Noto'g'risiz aka, noto'g'risiz, tamom. Hozir Samirga ham sen noto'g'risan, gandon dedim. Nega men so'ksam, nega sen buni so'kishing kerak deb. Men Samirni onangni sikidab so'ksam, ayangni sikaman deb bunga so'ksa, qanday men uchun bundan so'kyaptimi? Bu men uchun gap eshitish kerakmi? Hozir siz ham shu gap bo'lib turibdi-da. Siz aytyapsiz hozir. Siz hozir bu uchun, boshqalar uchun siz buni so'kyapsiz. Siz noto'g'risiz Zoh aka. Hozir aytdim Samirga, sen gandon dedim, men seni so'kdim dedim. Sen nega Sardorga yana atmetga qilib so'kyapsan? Sardorning o'zining profiliga atmetga qilib so'kyapsan. Nega so'kyapsan? Men seni so'kdim dedim. Aka, men alam qilgani borku, Samarqandliklarni sikaman degan. Aka, siz yana tushunmayapsiz. Hozir ne qilyapsiz? Brat, men prosta sizga hurmatingiz joyiga qo'yib, Zoh aka bitta narsa eshiting. Bratok, men erkakcha hurmatingiz joyiga qo'yib tushirib yormayapman. Prosta men siz bilan dalshi bo'lish hech qachon ketmaganman. Tushirib yormayapman-da. Hozir men Samirni tushirib yordim so'k-so'kda. Men prosta sizni hurmatingiz joyiga qo'yib sizni so'kmayapman ham, tushirib yormayapman ham. Haydab yorgandek bo'ladi tushirib yorsam-da. O'shancha aytmoqchiman. Hurmatingiz bor, lekin siz hozir ne qilyapsiz? Sardorga bekorga so'kdingiz. Prosta onasidan kelganingiz ne qilyapsiz, tamom. Ne qilyapsiz? Hozir dalniy moment ne qilyapsiz? O'shani bitta narsa, bu sizga aytib. Zoh aka, meni nega so'kdingiz? Men siz bilan tanishmasman. Hech qayerda ramsiy bo'lmagansizmi? Nega so'kdingiz deyapti. Prosta hech narsa. Yo sizga so'kmayapti dalshi. Zoh seni paloningga palon qiling, nega sen men so'kding demayapti. Yaxshi gap bilan. Zoh aka, biz tanishmasmiz. Siz nega so'kdingiz? Mayli u anu Samir so'kkan bo'lsa men protiv uribman Samirga. Ladna, chort senim deyapti. Lekin siz nega so'kdingiz deyapti. Prosta o'shani ayting bunga. Men aytibman-ku, Samarqandliklarni sikaman deb gapirgan. Urgama, prichom etti? Siz takazat qil. Hozir siz ne qilyapsiz aka? Takazat qilib beraman. Takazat qilib bermayman. Mana tushing pastga boya videoni topib keling, profilingizga qo'yingda, davay kunta qo'ydim profilga. Davay o'tda videoni ko'rdi, keyin gapirding. Tamom. Bu bilan gaplashtiraman, u bilan gaplashtiraman, bu bilan gaplashtiraman, unday gapirilmaydi. Chiqaring, tamom, videoni profilga tars qo'ying, tamom. Aytibman-ku, Zafar bilan Alisher bilan qo'ying profilga, bo'ldi, ko'raylik o'shani. Aka,
U Alişer'i ham qo'yingiz. Alişer'ingiz ham borku. Alişer'ingiz ham bilan bizni shular kilometr bo'ladi. Konkret emas. Va onasini sikib bilan sayba bu buddal aytib mana. Hamma o'zini yo'lidan ketganmiz deyapman. 3 yil bo'ldi deyapman. O'zbekchada tushuntiryapman. Hamma o'zini yo'lidan ketgan. Birovni gapirmadi undan keyin birov bilan sajda qilgani yo'q deyapman. Oxiri 2 yil oldin Turkiyada bu deylar yopilgan deyapman. Yana nima deysiz sizga? Zohar aka, bo'ldi aka, hurmatingizni qilyapti-ku. Bir minut. Tomonidan sutsangiz ham aka, bo'ldi. Zekto'g'o. Ha. Zekto'g'o. Mana bu Anvar akani ko'taringlar. Sardor To'naysanku Izraeldan Anvar aka. Samarqanddan biratan. Ko'tarsin deb Samarqanddan. Ko'tar. Sersachi. Sersa. Anvar aka padarka tashlagan biror narsa. Bitta guruh. Anvar akani. Mana Bagirum shunda o'tiribdi mana. Mana o'tiribdi Bagirum. Salom Mana Bagirum